Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga Maryam Yoqubova hamda Iskandar Yoqubovning Ulug' va sadoqatli muhabbat nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubovning turmush o'rtog'i Maryam Yoqubova va o'g'li Iskandar Yoqubovning ushbu kitobi atoqli adib hayotining eng sirli va kitobxonga noma'lum bo'lgan sahifasi, ularning go'zal ishqiy muhabbatlari va xonadondagi tarixi haqidadir. Kitobdagi ajoyib xotiralar, his-hayajonga to'la maktublarini o'qir ekansiz, Otabek Kumushlar, Anvar Ra'nolarning pok sevgisi yozuvchi to'qilgan afsona emas, balki ayni hayot haqiqat ekaniga amin bo'lasiz. Ikki sevishgan yurak Odil Yoqubov va Maryam Yoqubovlarning hayot yo'li, taqdiri ko'plab yoshlarga qolaversa, oila degan muqaddas qo'rg'onni asrab-avaylashga intilayotgan barchaga ibrat bo'lgulikdir.